Assalomu alaykum. Doimgidek biz uchun qadrli va qadrdon bo'lgan kanalimiz obunachilar va kanalimizni aziz mehmonlari, bugungi kun juda ham hammangizga ham muborak bo'lsin. Sizga ham va bizga ham. Va bugun mana ko'rib turibsiz, shohona mehmonxona ugalvoylari biz obzorimizni boshlaymiz va bugungi kunga yakshanba, xudo xohlasa kanalimizga yangi obuna bo'lmoqchi bo'lgan kanalimiz mehmonlariga aytamiz, bizni kanalimizga obuna bo'ling, bitta like sizdan bizni kuzatishda davom eting. O'sha kamtarin boshlovchingiz har doimgidek Nodirbek, tasvirchim Shuhratbek Yunusov va bu yerda tadbirkorimiz bor, ya'ni Shohruh 4 yildan beri ish faoliyatini olib boryapti. Mana shunaqa chiroyli mehmonxona ugalvoylarini tayyorlashadi. Shohruh, avvalambor assalomu alaykum. Hormanglar. Adashmasam ish faoliyatingizga 4 yil bo'ldi. 4 yildan beri aka tadbirkorlik bilan shug'ullanasizlar va chiroyli mehmonxona ugalvoylar tayyorlab xalq xizmatidasiz, siz ham va yaqinlaringiz ham. Hozir nechta inson ish bilan ta'minlangan, ya'ni shogirdlar yoki ishchilar? Xo'p, ishchilarimiz 6 ta odam bilan ta'minlangan hozir. 6 ta insonni ish bilan ta'minlagansizlar. Shunaqa chiroyli mehmonxona ugalvoylarni tayyorlashadi. Keling, mayli bitta o'tirsam, ruxsat berasiz? O'tirsam o'tirib oling. Xo'p. Endi bu shohona mehmonxona ugalvoylarining macharkalari, materiallari qanaqa? Keling, shu haqida suhbatimizda davom etamiz. Xalqimizga qiziq, bizga gapirib bering. Ha, bu ishimizning nomi shohona deyiladi. 4 talik. Ko'rinib turibdi, shohona. 4 talik. Macharkalar 22 plotda bo'ladi. O'ta ham qalin ekan, Shohruh, o'ta ham qalin. Prujina pamperslari bor, xudo xolasa. Buni nimasi bor endi buni? Buni adashmasam 5 ta yostiqchasi. 5 ta yostiqchasi bor. Bir juft fufiga, ya'ni bir juft fufiga bor. Katta mehmonxonalarga tushaveradi. Katta mehmonxonaga tushaveradi. Bemalol juda ham chiroyli, rasvetkalar bundan-da chiroyli ekan, Shohruh. Endi buni ishlab chiqaradigan bolalarimiz o'zimiz qo'limizdagi bolalar. U bolalar endi men unchalik anaqa qilib olmaganim uchun so'rab olmadim narxini. Endi men ish yuritib turadigan odamman endi bu yerda. Xo'p, tushundik, Shohruh. Endi buni narxi endi qancha bo'lyapti? Sotilish narxini aytib o'tasiz. Kanalimiz obunachilari va kanalimiz mehmonlari uchun faqatgina sotilish narxini bizga aytib o'tasiz. Ro'za-i Ramazon har bir yurtdoshlarimizga muborak bo'lsin. Yana bir bora kirib kelayotgan hayit bayramlar bilan jamoamiz nomidan hamma yurtdoshlarimizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Hammangizga birinchi o'rinda sog'lik, oilaviy xotirjamlik va hammangizni ishingizga rivoj, kasb-koringizga Shuhratbek va men Shohruh tomonidan barakotli barakalarni ham tilab qolamiz. Sotilish narxi endi necha pul? 6 million 200 ming so'm deyapti. Xo'p, kanalimiz mehmonlari kimda kim 2025-yilda hayitga yoki hayitdan keyin to'y qilaman, mehmonxonamga xudo xohlasa shohona ugalvoylar olaman degan insonlar uchun mana arzon joylari o'zlari ishlab chiqaradi va narxi adashmasam 6 million 200 ming so'mdan bemalol boshlanadi. Endi bunisini ko'ramiz. Bu ham juda ham shohona. Shaxsan o'zimga yoqdi. Maloshli narsani o'zi ko'proq yaxshi ko'raman. Buni Shuhrat ham biladi. Bu keyingi rasvetkalar. Xo'p, endi keling, bunda ham xotirjamlikda o'tirib oling. Nima deydi? O'tirganga pul yo'q. Yo'q, Xo'p, endi buni ham narxi o'sha 6 million 200 ming so'm. Bu rasvetkasi. Menga yoqqan narsasi nima bo'ldi deymi, Shuhrat? Shu fufiglari menga juda ham yoqdi. Yengil, juda ham chiroyli, juda ham sifatiga ko'proq hozir e'tibor berishyapti biz tadbirkorlarimiz kam bo'lmasdi. Bu rasvetkasi ham lekin o'z holiga juda ham chiroyli. Qaysi rasvetkalar yoqqan bo'lsa, kanalimiz mehmonlari bemalol qo'ng'iroq qilasiz. Shohruh bilan birozdan so'ng telefon raqamlarini qoldirib o'tamiz. Iftorlikdan keyin telefon qilishda boshlaysiz, to sahargacha shu bolani uxlatmang. Sizdan iltimos, kanalimiz mehmonlari. Xo'p, endi bunisini ko'ramiz. Bunisi undan-da chiroyli, Shohruh. Endi buni nimasi bor? Keling gaplashamiz shu haqida ham. Buni aka nomi Chester deyiladi, 5 talik. Bu ham mini hisoblanadi bunisi. Undan ko'ra jicha pastroq nimada yuradi. Lekin bu rasvetkasi ham menga yoqdi, juda ham chiroyli, sifatli ishlangan. Eng asosiysi bizni tadbirkorlarimiz sifatiga e'tibor beryapsiz, siz ham xalq xizmatidasiz. Nima deydi? Birinchi o'rinda aytayapman, ishlariga rivoj tilayamizda, serhardor bo'lsin, xudo xolisa qo'ng'iroq qilasiz, Shohruhni shunaqa bezillatasiz, iltimos sizdan kanalimiz mehmonlari. Xo'p, bu necha narxi necha pul? Xo'p, buni narxi 3 million 600 ming so'm deyapmiz. Xo'p, sotilishimi 3 million 600 ming so'm yoki? Ha, sotilishi 3 million 600 ming so'm. Agar kelishib qolsak, Andijon viloyat shahar ichi bo'ladigan bo'lsa, yetkazib berish dastavkamiz o'zimiz bepul. Xo'p, agar shahar ichi bo'lsa, dastavkasi xudo xohlasa bepul. Agar chetroqqa bo'lsa, kelishilgan holda yetkazib beriladi. Juda ham zo'r. Yana bitta narsani aytib o'tamiz. Navro'z ayyomi kirib keldi yurtimizda. Hammani kayfiyati a'lo, yuqori darajada va hammangiz
uyingizda ham kirib kelgan Navro'zi olam bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Hamma oilasi bilan tinch bo'lsin, oilasi baxtiga salomat bo'lsin, ularning baxtiga duogo'ylari, mehribonlari, ota-onalari salomat bo'lsin. Endi biz ishxonaga boramiz. Nari tomonga, u yerda ham rosa chiroyli mehmonxona ugolovlari bor. Birgalikda obzor qilamiz. Endi biz ishlab chiqarish kuzatgani ketdik. Biz aytib o'tdik, mana Shohruh bilan keldik. Ya'ni ishlab chiqarish jarayonini kuzatamiz dedik va biz bu yerga keldik. Endi keling Shohruh. Bir-biridan go'zal mehmonxona ugolovlari. Mana hozir adashmasam bu yerda azizlar, kanalimiz obunachilari va kanalimiz mehmonlari 12 xildan ortiq bu yerda bor mehmonxona ugolovlari. Biz hozircha bu yerda ishchilari iftorlikka tayyorgarlik ko'ryapti va tezroq obzor qilamiz va biz ham hamkasbim Shuhratbek Yunusov hamda Shohruhbek va Muhammad Ziyo bilan iftorlikka ulgurishimiz kerak anarog'i. Mana Muhammad Ziyo shu yerda va yana bir shogirdimiz bor. Bu ham shu yerda, u bola ham. Xo'p, keling endi Shohruh tezlashamiz endi. Bu yog'iga iftor payti bo'lib qolyapti. Buni endi bu razmeri nechiga necha? 4 talik ekan, 5 talikmi? 5 talik. Bu 5 talik adashmasam. Ko'rgan boshida ko'rdik-ku, u yerda narigi. Uni yana bitta nimasi, fasoni, rangi bo'lakchasi. Rasvetkasi bu 3 ta fufigi bor. Tumba deydi. Tumba bo'lak narsa fufig, xullas 3 ta fufigi bor. Chunki men ham hozir shashilyapman, iftor payti bo'lib qoladi. Tasvirchim va Shohruh birgalikda iftorlik qilamiz. Muhammad Ziyo, biz ham tayyorgarligimiz xudo xolasa bor. Xo'p, endi bu razmeri nechiga necha va nimasi bor? Va bu narxi necha pul? Xo'p, buni narxlari aka 3 million 600 ming so'mdan. 3 million 600 mingdan shu yerda optim joyi sotilyapti. 12 xildan ortiq rasvetkasi bor. Adashmasam 3 ta fufigi bor. 5 talikniki. Xo'p, 5 talikniki 3 tadan. Endi menga yoqqani Shohruh bu rasvetkasi ham keling-da, Shuhrat. Buni ham bir qator yursangiz ko'rsatib. Bu rasvetkasi ham juda ham chiroyli. Hattoki bu rangidan ham bor, bu rangidan ham bor. Materiallar, mo'shi material. Mo'shi materiallari. Dog' tegsa, boshqa bo'lsa arsiz chiqib ketaveradi. Bu ichiga nechilik macharka qo'yilgan? Buni ichiga burjinasi pampers bo'ladi, pampers hisoblanadi. Uning ustidan biz buni ustiga 4lik, 5lik macharka qo'yamiz. Macharkani 22 plots qo'yamiz, eng yaxshisidan. Eng yaxshisidan qo'yamiz. Juda ham zo'r. Xo'p, hozir adashmasam Shohruh bu yerda aytib o'tdingiz, 6 ta 7 ta inson ish bilan ta'minlangan. Bu yerda ishchilar bor, 12 xildan ortiq rasvetkalari bor. Mana yurtdoshlar ko'rib turibsiz. Bu birinchi rasvetkasi, bu ikkinchi rasvetkasi, bu uchinchi rasvetkasi, xudo xohlasa. Rangi o'xshashib ketadi, lekin bu alohida ranglari va bu yerda keling bu tomonga ham o'tib ko'rsatib qo'yaylik. Mana bu yerda vohalarga adashmasam ishlar chiqaradi Shohruhlar. 12 xildan ortiq mana bu yerda tayyorgarlik ko'ryapti. Bular buyurtma oladi, ko'proq buyurtmani qabul qiladi. Shuning uchun ishlab chiqarish o'zlariniki arzonroq bu yerda. Mehmon ugolovlari 5 taligi, 4 taligi bor, arzonroq. Lekin bu nima desam bo'ladi, optimga olgan insonlarga yana ham tushirasizlar. Agar hozir aytib o'tyapti Shohruh kanalimiz mehmonlari, doimo men uchun qadrli bo'lgan aziz vatandoshlar, bu yerda bitta olganga shahar ichiga dastavkasi bor, yurtdoshlarimizga yengillik bo'ladi deyapti. Agar uzoqroq joyga bo'lsa ham men kelishilgan holda yurtdoshlarimizni orintirmaymiz, xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beramiz deyapti. Bu tadbirkorlarimizni so'zlari, biz so'zlarimiz emas, lekin biz qo'limizdan kelgancha obzorlarni qilyapmiz. Xo'p, Shohruh, endi keling, doimiy ish faoliyatida telefon raqamlaringizni aytib o'ting. 94lik 794 55 50. Ikkinchi raqam 93lik 444 0004. Har doimgidek tasvirchim Shuhratbek Yunusov, kamtarin boshlovchingiz Nodirbek hamda tadbirkorimiz, suhbatdoshimiz Shohruh bo'ldi. O'zingizni asrang va ehtiyot qiling. Ko'rishamiz, ko'rishguncha salomat bo'ling.